Shoshma. Nima bu? Ovqat? Ovqatligini ko'rib turibman. Qanaqa ovqat bu? Oddiy, Rolton. Bolam, mazaliga o'xshayapti. Qani ol, ichib ko'raylikchi. Ol. Ey, shunaqa ham ovqat qilasanmi? Tuzroq ovqat qilsang bo'lmaydimi? Sen bitta yeb ko'rgin, bolam. Juda mazaliga o'xshayapti. Oyi, yemang, oshqozoningiz og'riydi. Menga qara, sen ataylab qilyapsanmi? Nima bu ahvol? Ishdan kelib, yana kelib turib ovqatingizni ham qilib berganimga indamay yesangiz bo'lmaydimi? Borma ishga unda. Uydagi vazifangni bajarib qo'ygan. Men sizga xizmatkor emasman, tushundingizmi? Bola, qo'yinglar, urushmanglar. Bir kun janjal chiqqan uydanchi 40 kun baraka ketadi deyishadi. Ha, ovqat yeging kelmayotgan bo'lsa, ana tuxum qovurib berasiz-a? Faqat urushmanglar, iltimos. Hammasini o'zingiz boshlab turib, Oyjon, yana o'rtaga tushganingizga o'ling. Ey, o'chir ovozingni. Bas qilasanmi? Bas qilmayman. Qilmayman bas. Shu uydagilar qachon meni xizmatkor sifatdan chiqaradi, o'shandagina bas qilaman. Sizlarga yoqimli ishtaha. O'zingiz ovqatingizni o'zingiz olib kelasiz. Qo'y bolam, o'tir, o'zingni bos. Charchamadingizmi, Nigina? Yo'q, nega charchayman?